Yangi tahrirdagi o'zbek alifbosida ba'zi bir narsalarga e'tibor berilmagan. Masalan, o, u, i harflariga. Bular ikkitadan harf bo'lishi kerak. Masalan, o'rdak degandagi ö bilan o'rmon degandagi o butunlay farq qiladi. O va ö. Yoki uzum degandagi u bilan ulug' degandagi u. Bular ham butunlay farq qilyapti. Ilm, imkon degandagi i. Ism degandagi i. I va i. Hatto ikki degan so'zimizda birinchi i bo'lsa, keyingisi i talaffuz qilinyapti. Mana shularni ikkitadan harf qilishimiz kerak edi. Lekin nimagadir bularni qo'yishmabdi. 1929-yilda qabul qilingan lotin alifbosida mana shu o, ö, i, u, u ikki xil qilib qabul qilingan edi. Mana shuni ko'chirishimiz zarur. Endi yana boshqa bir narsaga e'tibor beramiz. X bilan h. O'rmon degandagi o, o'rdak degandagi ö juda katta farqi bor. Hayot degandagi h bilan hayol degandagi hning qanchalik farqi bor? Deyarli farqi yo'q. Lekin ularning harflari ikkita. Mayli, men bunga qarshi emasman. X va h ikkita bo'la qolsin. Bular ikkita bo'lgandan keyin o, u, ilar ham ikkita bo'lishi shart. Chunki ularning farqi ana shu h va x dan ko'ra anchagina farq qiladi. Shularni hisobga olgan holatda o, u, i tovushlari ikkita bo'ladi. Bularni harflari ham ikkita bo'lishi kerak. H ga e'tibor beramiz, lekin bularga o, o'ga, u, uga, i, ga e'tibor bermay bo'laveradi deb bitta harf bilan cheklanyapti. Bu juda katta xato deb hisoblayman.